Hop, assalomu alaykum barchaga. Bugun ham milliy sertifikat imtihonida va DTM imtihonlarida tushish ehtimoli bo'lgan DNK masalasi yechimi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, dastlab masala sharti bilan tanishib chiqsak. 1000 ta nukleotid saqlagan DNK tarkibida 1350 ta vodorod bog' mavjud. Mana shu DNKning ikkinchi zanjiridan hosil bo'lgan informatsion RNK tarkibidagi adeninlar soni uratsinlar sonidan 2 marta ko'p, sitozinlar sonidan esa 2 marta kam. Agar DNKning ikkinchi zanjirida 200 ta guanin bo'lsa, shu zanjirdagi adeninlar sonini aniqlang. Demak, bizda bitta DNK mavjud ekan. Xo'p, DNK Xo'p. Demak, bunda 1000 ta nukleotid mavjud ekan. DNK tarkibida 1350 ta vodorod bog' mavjud. Bizda bitta formula bor edi, ya'ni xo'p, umumiy vodorod bog'laridan umumiy nukleotidlarni ayirib tashlasak, guanin soniga teng degan formulamiz bor edi. Bu formuladan foydalangan holda bizda umumiy vodorod bog'lari soni mana berilgan. 1350 ta umumiy vodorod bog', undan ayiramiz umumiy nukleotidni. Ya'ni ikki zanjirdagi nukleotidlar soni bizda 1000 ta. Buning ayirmasi 350 ga teng. Bu ikkita zanjirdagi umumiy guaninlar soni. Xo'p, endi davom qilsak. Mana shu DNKning ikkinchi zanjirdan hosil bo'lgan informatsion RNK tarkibida adeninlar soni uratsinlar sonidan 2 marta ko'p. Demak, bundan informatsion RNK sintezlanibdi. Xo'p, iRNK. Bizda DNKning umumiy nukleotidlar soni 1000 ta bo'lsa, har bitta zanjirga 500 tadan to'g'ri keladi. Endi bizda DNKdan sintezlangan informatsion RNKda ham 500 ta nukleotid iborat bo'ladi. Demak, informatsion RNK tarkibida adenin soni, xo'p, adenin, uratsin, sitozin, guanin, sitozin deb yozib olsak, demak, bu tomonda, xo'p, timin, adenin, sitozin va guanin. Bunga komplementar tarzda informatsion RNK sintezlanadi. Demak, adeninlar soni uratsinlar sonidan 2 marta ko'p. Bizda uratsinni x deb olsak, adenin unda 2 marta ko'p, 2x. Sitozinlar sonidan 2 marta kam. Adeninlar soni sitozindan 2 marta kam. Bizda adenin 2x edi, demak sitozinimiz 4x ga teng bo'ladi. Xo'p, endi agar DNKning ikkinchi zanjirida 200 ta guanin bo'lsa, xo'p, bizda ikkinchi o'zi informatsion RNKni DNKning ikkinchi zanjiridan sintezlangan deyapti. Demak, bunda 200 guanin bo'lsa, komplementar tarzda sintezlangan informatsion RNK tarkibidagi sitozin ham 4ximiz teng 200 ga teng bo'ladi. Ximiz 50. Demak, bizda adenin soni 100 ta, uratsin soni 50 ta. Xo'p, sitozin soni bizda ma'lum bo'ldi. Xo'p, endi bu yerda faqat guanin soni noma'lum, lekin umumiy nukleotid bor. Ana shundan foydalanib guanin sonini topib olishimiz mumkin. Ya'ni 100, 100 ga 50 ni qo'shsak 150, 150 ga 200 ni qo'shsak 350, 350 ta umumiy nukleotidni ayirib tashlasak 150 ta guanin soni kelib chiqadi. Endi bizdan nima so'rayapti? Xo'p, agar DNKning ikkinchi zanjirida 200 ta guanin bo'lsa, shu zanjirdagi adeninlar sonini toping. Informatsion RNK sintezlangan DNKdagi ikkinchi zanjirdagi nukleotidlar, ya'ni adenin nukleotidlar sonini so'rayapti. Bizda komplementar tarzda sintezlangan uratsil nukleotidlar soni DNKning ikkinchi zanjirdagi adeninlar soniga teng bo'ladi. Demak, bu 50 taga teng. Javob 50 ta adenin.